Assalomu alaykum, Sadaf oilasidagilar. Hammalaring yaxshimisizlar, tinchmisizlar? Mana biz Omsk shahridan Moskvaga keldik. Sayyorapoy orqali zaявka onlayn tashadik va tez orada bizga Sayyorapoy ish topib berdi. Mana hozir Moskva oblast Ruzaga keldik. Xo'jayinim bilan, turmush o'rtog'im bilan dachada ishimizni olib boryapmiz. Allohga behisob shukr. Onlayn zaявka tashlasalar birpasda ishga tez orada Sayyorapoy joylashtirar ekan. Xozyayin-xozyaykalar juda ham yaxshi va mehribon. Va shu qatorda biznes korporatsiyaga ham ishlarimizni olib boryapmiz. Sayyorapoy bilan insonda xohish bo'lsa, hamma narsa qo'lidan kelar ekan. Mana dachani ishlari ham, biznes ham bir maromda ketyapti. Xudo xohlasa, hamma narsa insonda o'ziga xohishi, istagi bo'lsa, hamma narsa qo'lidan keladi. Chunki hamma narsa o'zimizga bog'liq. Sayyorapoy, sizga katta rahmat. Tan joyingiz sog' bo'lsin.